Assalomu alaykum. Birinchi bo'lib mana shunaqa qilib pindan boshladik. Endi bu ham bir hazilomuz. Anchadan beri ko'rinmadik. Anchadan beri videolar qilmadim. Buni ham ancha bir yangi sabablari bor. Xo'p, bu yil yana bir yangilikka kelamiz. Xudo xolisa har yil yangilik qilishdan inshaalloh charchamaymiz. Odam aytardilar deb tanishib akamiz bor bo'lsinlar, Buxorodan akam yangi yana anaqa qildingizmi? Ha, yangi qilaman. Sababi biza yolg'on gapirmaymiz. Biza sizlarga tavsiya qilayotgan urug'larimiz haqiqiy, original narsa, premium klassdagi, Xitoyi arzon urug'i emas. Bor bir ikkita akalar chiqishdi, "Men bu urug'ni soting, mana men bu arzon Xitoyga." Yo'q. Biz O'zbekistonda xudo xolasa arzon urug'i, sifatsiz urug'i sotib bir yil bozor egallamoqchi emasmiz. Bizning maqsadimiz yildan yilga klientlarni sonini ko'paytirish. Shuning uchun sizlarga biza taklif qilayotgan bu yilgi premium klassdagi haqiqatdan olganda biza o'tgan yil o'sha videolar ham qo'yganmiz, Instagramda ham, YouTube'da ham dalasiga borganmiz. Bu hozir sizlarga maqtanayotgan haqiqatdan gektalitrlari, mana bunaqa broshuralar qilganmiz. Gektalitri o'zini sertifikatida 788 gektalitrgacha og'irligi, ya'ni dona zichligi, og'irligi eng yuqori ko'rsatkich bergan. Bularning orasida yog'lik miqdori, kraxmal 75% kraxmal miqdori yuqori. Don yo'nalishida mo'ljallangan FAO 700, 135, 140 kunlik don yo'nalishidagi urug'. Undan tashqari bultur bizadan silis olgan dehqon akalarimiz, fermer akalarimiz ham bu narsaga уже amin bo'lishdi desa ham bo'ladi. Bu o'zlari ham ekib guvoh bo'lishdi. Silis yo'nalishidagi o'sha dori navimiz ham yaxshi natija ko'rsatdi. Bug'doydan keyin ham bahorda ekkan odamlar ham mamnun. Bu yil yana shu urug'dan so'rashyapti. Endi bunga xudo xohlasa biza mart oxirigacha, xudo xohlasa oxirgi oyigacha kirib kelish kerak. Buni bultur biza sinovini ham o'tkazganmiz. Daron degan navi. Haqiqatdan daron bu o'sha xuddi qalqon degan ma'noda ekan. Haqiqatdan qalqonda yirik, katta. Buni Instagramda yoki YouTube'da videosini qo'yganmiz. Bu mana shunaqa yuqori hosili ham katta deb. Bo'ylari balandligi, buni ham zichligi, hamdon ham silis yo'nalishiga mo'ljallangan. Grain avlod bo'ladi, baylari tikka, orasidan shamol o'sadi. Buni biza O'zbekistonda Yangi yo'lda ham sinovini o'tkazganmiz. 4 xil navidan bitta navi bizga yaxshi ma'qul keldi. O'shuning uchun sizlarga tavsiyamiz nima deydi? Bizadan faqat yaxshi narsani talab qilasizlar, bizlar ham sizlarga yaxshi narsani taklif qilamiz. Ko'plarga "Voy Xitoy urug'i ekansa, voy Xitoymi?" deyshadi-da. Yo'q. Bizada u ayni "Voy Xitoy" deb sotiladigan arzon urug' emas. Bizada premium klassdagi yuqori urug'lar. Yana bitta narsa, bizani orqamizda tanishlarimiz bor bo'lsin, yaqinlarimiz bor bo'lsin, bizaga yetkazishdi. Bular qalbaki, bular podelka qilyapti, bular o'qilyapti, bular aralashtiryapti. Yo'q. Biz urug' sotamiz, iymon sotmaymiz. Allohdan qo'rqamiz, birovning haqqini yemaymiz. Bu narsaga xudo xolasa biza bilib turib, Allohning oldida hali turib javob berishimiz kerakligini ham bilib turib bu ishni qilmaymiz. Bizaga Alloh rizq beradi. O'sha aralashtirsangiz ham shu rizq, aralashtirmasangiz ham. Lekin sizlarga bu narsaga ishonmasligingizni, kerak bo'lsa skladga biz nega u narsani qilamiz? O'sha boshida Donesitda originalni olib kirganimizda buni reklama bo'lib ketdi. Hamma bormi, 958 bormi? Aslida buni o'tgan yili bizadan shu bu navi olib yurganlar biza boshqa 958 ni tavsiya qildik. Ular ham shu narsaga guvoh bo'ldi. Даже kommentariyada ham o'qib, kommentariy yozsa bo'ladi. Haqiqatan hech farqi yo'q deb. 958 Xitoy bo'yicha bitta litsenziya beriladi bunga. Bo'ldi, bu o'sha 958. Xolasa uni Chen olib keladi, xolasa uni Yun olib keladi, xolasa uni Li olib keladi o'zining zavodida. Faqat o'sha ishlab chiqaruvchi zavodlardan yig'ib sertifikatini oladi-da, o'shalardan yig'ib o'sha imенно shu navni переупаковка qilib, kalibrovka qilib ranglab sotadi. Lekin biza
poddelka qilib yoki aralashtirib urug' sotmayapmiz. Bizni o'zimizni brend, o'zimiz o'ylab chiqargan Prime Importni o'sha oq va sariq rangdagi qopini yashirganmiz, original urug'i. Nega? Hozir biz yana uni reklama qiladigan bo'lsak, 1 yil o'tgandan keyin bu narsaga talab bo'lgandan keyin buni hamma biladi. Men buni yashirmayman yoki yomonlash ma'nosida emas, vodiydan birpasda qalbaki boshlanadi. Samarqandda, Buxoroda boshlanadi. Buni men 23-yil komandirovka qilib yurganimda ko'rsatganman 958 poddelkalarni. Shuni munosabatidan ham, shuni sababidan ham biza brendni o'zimizni brendni sotishni niyat qilib mana amalga oshirdik. Xudoga shukr, yildan yilga to'g'ri 2000 men o'sha KVS sotgandan keyin bu firmaga o'tganimda klientni ishonchiga kirish qiyin bo'ldi. Lekin mana oradan alhamdulillah 2 yil, 3 yil vaqt o'tdi. Klientlarimiz bor bo'lsa, yana ko'payishyapti. Shuning uchun sizlarga tavsiyam, yaxshi ishonchli urug' sizlarga tavsiya qilyapmiz. O'sha tavsiya qilayotgan urug'ni olinglar. Biz sizlarga mamnun tavsiya qilsak, ana o'sha siyqasi chiqib bo'lgan urug'ni so'rashadigan odamlar ham bordi. Biz yaxshi narsa, biz ham u narsaga pul tikamiz. Yaxshi bo'lgani uchun pul tikamiz. Sizlar ham o'sha yaxshi narsani olib ekib ko'ringlar. Faqatgina bitta narsani inobatga olinglar. Shunaqa dehqonlarimiz bor. Men NPK bermayman, men fosfor bermayman, men kaliy bermayman deyshti. Buni mana bultur 2025-yilda o'zimiz ham ko'rdik. NPK yegan, fosfor yegan makkajo'xorilar tarozasi og'ir bo'ldi. Lekin faqatgina selitra, shunda ham juda kam miqdorda azotli o'g'it berib, 3 marta, 4 marta sug'orishadi-da, keyin yana shikoyat qilishdi. 6 tonna, 8 tonna, 5 tonna mana shunaqa bo'ldi deb. Lekin vaholanki bitta nav sotilgan. Buni birdan bir sababi makkajo'xorini ham biz endi hozir agrotexnik tavsiyalarni qilib beradigan bo'lsam, juda ko'p minut oladi. Uni zagruzkasi ham qiyin. Makkajo'xorini iloji boricha ekishdan oldin yer tayyorlayotganingizda fosfor bilan kaliy o'sha yerga sochib yuboringlar. Uni podplyonочный yoki tegidan kultivator bilan beriladigan narsa emas, fosforning xususiyati boshqa. Azotni tegidan bersanglar bo'ladi ildizidan. Amafosni yoki o'sha superfos fosforli ozuqani o'zi aslida shu tanadagi tuproqga kislorodni kirishini ta'minlab, porosity qilib beradi. Balki juda ko'p uni anaqalari bor. Agar fosfor sizda, agar makkajo'xorida fosfor yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, uni fiziologik xususiyati o'zgaradi, rangi, pushti rangi o'zgaradi. Nimaga? Kechasi bizda stress bo'ladi, salqin havo, harorat bo'lganiga jo'xorini tanasida shakar qotib qoladi. U o'zini o'sha rangini o'zgartirish bilan namoyon qiladi. Endi sizlarning vazifangiz bu yerda vahimaga tushish kerak emas. Demak, bergan amafosis yoki superfosis hali ta'sir qilmayapti. Bu tabiiy. Amafosning ta'siri 50-55 kundan keyin, kerak bo'lsa даже shunaqa dehqonlar bo'ladi, bahorda sepgan tuproqqa sepgan amafosim hali sentabr oyida ham turadi deyshadi-da. Bu tabiiy o'zidan o'zi. Bu ta'siri 55 kundan keyin boshlanadi, 6 oygacha ta'sir qiladi. Shuning uchun kuzda amafos kaliy. Endi bunaqa holatida makkajo'xoringizda уже 3-4-bay chiqdimi, sizda shunaqa fiziologik o'zgarish bo'lyaptimi? Demak, bargida fosfori, kaliysi yuqoriroq NPK sepishinglarni tavsiya qilamiz. NPK ni ham o'sha ma'nosi, tarjimasi azot, fosfor, kaliy va qo'shimcha mikroelementlar. Uni mikroelementlar tarkibida sink bo'ladi. O'sha sink yetishmovchiligi uni bargini och qilib, xuddi sintetikasi yuqalashib qoladi. Endi u juda ko'p, u ham bir boshqa mavzu. Shuning uchun men sizlar hozir boshqa mavzuga o'tmay, bizdan urug' sotib olsanglar, xarid qilsanglar, bizdan ofisimizda joyimiz bor. Biz o'sha agrotexnik tadbirlarni tavsiya qilamiz. Bizni Telegram orqali kerak bo'lsa, o'sha ekkan odamlar nazoratini ham yordam beramiz. Biz har tomonlama sizlarga qo'limiz ochiq. Sizlar ham biz bilan ishonchimizni, sizlarning ishonchinglarni biz oqlaymiz. Sizlar bizdan ishonib urug'imizni olishinglarni tavsiya qilaman. E'tibor uchun ham
bizani kuzatayotganinglar uchun ham kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.